Bog'bonlar, Makka jo'xorilar ham juda katta daromad har tomonlama chorvachilikka va o'zimizga ovqat. Mana sog'lom, hech qanday kasallik yo'q. Shuning uchun sog'lom deb turmasdan biz buni varankasiga qurt tushadi. Shunga yana ikkinchi, uchinchi bor obработка qilamiz, ya'ni emlov qilamiz. Holati yaxshi. Mana oddiy xonadonimizda o'sha nimadan keyin ekilgan kartoshkadan keyin. E'tibor bilan qarasalaringiz, mana shunday holat bo'ladi mana. Mana shuni qurt yeb chiqadi kechqurun bilan. Mana. Tak. Mana. Qurt shunday qilib yeb chiqadi. Ko'k qurt bo'ladi. Hozir topib olamizmi ekan? Ichiga kirib ketadi va o'sha eng markaziy yegandan keyin ta'sir qiladi hosildorlikka. Qora aslida qanday bo'lishi kerak? Mana shunday sog'lom bo'lishi kerak mana. Hech qanday nima yo'q. Albatta uchidan bilinadi hamma narsani. Mana yangi uch yangi bargini yeydi. Ham qanday daraxtlarni mana. Qarang. Chip-chip sog'lom. Endi biz nima qilamiz? Sog'lom deb qarab turmaymiz. Emlov. O'sha makka jo'xorilarga ne to'lkaman? Bu man qo'lidagi nima smart ferk. Mana aqlli o'g'it deganimiz hamma o'sha nimalar ichida 15% dan. Bu eng zo'r degani, dozasi ortiq degani mana. Bu natijalarda bir bebaho, ajoyib. Uni dehqon odam baribir biladi, holatini ko'rib turib. Xayrli kun, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun 10 avgustga ham kelib qoldik. Barcha bog'bon do'stlarga qayerdan ko'rgan bo'lsangiz alangali salom. Mana ilgari kuni Oltiariqda uzum festivali bo'ldi, natijalar bor. Juda ham yaxshi. Sababi O'zbekistonimizda dehqonchilik, uzumchilik, endi biz o'zimizda bog'bonchilik sohasi juda yaxshi rivojlanyapti va shular qatorida qolgan sohalar, ilm fan rivojlanyapti. Albatta bundan shukr qilamiz. Hurmatli o'rtoqlar, endi dehqonchilikda hozir asad o'yi, keyingi o'yi atteng o'yi. Keyingi o'yga o'tgandan keyin atteng, men ham ekanda eskikanada o'tiraveradigan o'ylar. Hozir hali ham bo'lsa asad o'yida nima eksangiz bo'ladi. Kechki turiblar, sholg'om, yana makka jo'xorini ham eksa bo'laversa kerak, chunki hech bo'lmasa o't bo'ladi. Makka jo'xorilarni shu kartoshkadan keyin ekkanmiz, mana natijalar. Lekin afsuski oxirgi paytlarda hamma dehqonchiligimizda sherik o'sha hasharot akalarimiz kelgan, har xil hasharotlar bor, kasalliklar. Bu endi bizning xohishimizda emas, bu shu dehqonchilik shunaqa narsaki, ozgina qiyinchilik bo'lmasa qadriga yetmaymiz. Chunki har bir narsa shunday ekib qo'ysak, o'zidan o'zi bo'laversa hayot qiziq qolmaydi, albatta. Yashash uchun kurashamiz, biz ham kurashamiz, hasharot ham kurashadi. Shular qatorida mana makka jo'xorilarga o'tgan nimada dalate septik va vitaminlardan septik, qo'shib o'sha ifokalifos septik. Kelaqa Oybekdan salom. Yugur. Olaman. Bo'pti. Qovunni ko'rsatib bera olim ki, qovunni ko'raylikchi. Mana kelaqa Oybek. Mana hozir biz nimalarimizga makka jo'xorilarimizga obработка qilamiz mana hozir. Albatta natijani ko'rsatgani yaxshi. Sababi o'sha kartoshka ekkanda ham smart ferklardan foydalandik, ya'ni aqlli o'g'itdan. Va mana shu kartoshka nimani makka jo'xorini ekishda ham ozginadan o'sha ekib makka jo'xori bilan birga. Afsuski shuni videoga olib qo'ymagan ekan, hali havo issiq kunlari. Men unchalik zo'r effektini o'ylamagan edim, kutmagan edim. Natija vaqti zo'r. Hozir endi masalan dalate nimamiz bor. Dalate mana. O'sha fungisitimiz bor mana. Dalate plus 10% ES fungisit. Bundan
10 gramdan. Xo'sh. Bundan 10 gram. Hozir bo'pti, bitta o'pib olay o'g'lim. Tak, 10 gramdan bo'lsa 20 gram qo'shamiz. Bu ham sistemli, ham kontashli deyiladi. Juda ham effektlari zo'r. Buni har qanday o'sha meva-chevalarga ham daladan ko'p foydalandik. Keyin Entalucho bor mana. Entalucho 20% SS. Mana. Entalucho. Bu ham fungisid. Ham kontashli, ham sistemli deyiladi. Bu juda ham bir o'ziga yarasha o'zimizda ishlab chiqargan va inson sog'ligi uchun zararsiz. Bundan 20 gramdan qo'shamiz. Biz 20 emas 15 qilamiz mana. Bu qaymoqqa o'xshagan bo'ladi. Mana. 10 litrga. Oldingmi? Yaxshimi holati? Duo qilishib qo'ysin bolalarni yegizib. O'sha dam oluvchilarga ham ikkita ham ber. Mana bizda anjirlar bor edi. Hozir qizimizdan berib boryapti ishxonasiga, o'sha odamlar yesin, duo qilsin. 2 donadan yesa ham. Oybek bilan Nural duo qilsin ko'proq. Mana endi yana qo'shimcha vitaminlarimiz bor. Ipokalipos. Bundan 30-40 gram degan mana 25 u. Bu ham o'g'it. Xudo xohlasa. Maza qilib dehqonchilik qiladigan paytimiz sababi xuddi bir haligi bu azot qoraytirib tashlaydi baklarni. Hozir o'qib beraman, to'qilib. Xo'sh. Yaxshi sveji turibdi-kan anjirlar. Mana 20 litr. Xuddi quydik. Xo'sh. Buni endi aralashtirib turib, silqib tashlaymiz. Mana hurmatli o'rtoqlar, bizni Makka jo'xorilar dehqon uchun ijodkor dehqon uchun bundan baxtli odam mana o'zim bo'yimdan baland bo'lib ketyapti. Mana albatta shuni ekishda qiynalib, issiq kunlari kim ekib berarkin deb o'zingizcha shaytonni gapiga kirib o'tirasiz, rupasiz, erinasiz va bir qator ish qilganingizdan keyin qon yurib shunaqangi bir shuni vaqtida qilsam bo'lmasmikin deb harakat qilasiz. Va hozir mana buni ko'rib maza qiladi. Shunda hech narsa ekilmagan yerlarida ham turibdi. Mana hadimay attang oyi kiradi. Buni ko'rgan odam, dalaga borgan odam estikina attang. Men ham shuni ekamda bo'lar ekan. Albatta bu hammamiz ota-bobamiz dehqon bo'lgan. Bu gapirishga oson-ku. Lekin kimgadir oson. O'sha ekan mahalimizda bir donalab ekasiz, oftob sug'orasiz, shunday bo'lib chiqadi, kuzatasiz. Yana kunda ertalab qaraysiz. Mana shu yarim metrdan o'tgandan keyin boshqacha ketadi mana. Bir hafta oldin boshqacha edi. Mana hozir yana boshqacha. O'zi anaqa boshli popozlarigini chiqarishni boshladi. Bu yerda karavatimiz bor, so'rida tomosha qilib kislorod hidab yotamiz. Endi qarang. O'g'itlardan
Ifokalipos. Kalipos qoraytirgan mana shu. Birinchi o'sha soldik, nima smart fertlar soldik. Smart fert yerlarda strukturasini to'g'rilab beradi. Issiq havoda balansировка qiladi, salqin havoda yana balansировка qiladi. Smart fert 15-15 dan soldik mana. Qarang endi. Umumiy azot 1% ekan, natriy nitrat azot 1%, umumiy suvda eruvchi fosfor 12%, umumiy suvda eruvchi kaliy 25%. Ana. Kaliy 25% ekan. Suvda eruvchi bor 0,6%, suvda eruvchi rux 0,1% va yana pH 608%. Ana shuncha bor ekan ifokaliposda. Ta'sir etish xususiyati ekin parvarishining uzoq muddatlarda ham gullash ham meva yetilishi davrlaridagi ekin tomonidan tez va osonlashtiradi. Mol sifatli hosil tepishga yordam beradi. Mana hozir gullash davrida makkani ham. Mana ham barkini qoraytirganiga men xursand bo'ldim. Chunki emlov deymiz, obrobotkani emlov davrida, hurmatli o'rtoqlar, shu ozgina nima bo'lsa, bir bamisoli shu dehqonlar ham doktorlar mana tabletka beradi. Yarimta tabletka beradi, yarimdan yarimini ichinglar deydi, odam davo topadi, demak. Bizda dehqonchiligimiz Makka jo'xorimiz ham juda katta boylik. Hozir ham kelyapti. Endi Makka jo'xorisi bo'lsa, uyqusiramasdan qarab qo'yinglar, ichiga qurt tushgan, mana hozir ko'rsatdim. Endi qarang. Dalate o'sha fungisidimiz so'rovchi va kemiruvchi zararkunlarga qarshi samarali vosita. Liambdoxiflozin 5% BS. Ta'sir etish xususiyati qarang. Barcha ekinlarga so'rovchi va kemiruvchi zararkunlar hamda kanallarga qarshi insektokratsid ana. G'alladagi zararli xasva, shiralar, trips va boshqa ekinlar, o'rgamchi kana, oq qanot, barg o'rar, qurtlar, haligi qurt kanalar, don qo'ng'izlari, chigirtkalar, hatto chigirtkani ham gidler kapot qilar ekan. Tut parvonasi, shilla qurt, vizildaq qo'ng'iz, fitonomus, qovuni, qovundagi pashsha. Men qovunga sepib to'g'ri qilgan ekanman. Qovun pashshasi, uzum barg o'rar, qurtlari, meva xo'r va boshqa zararlarga qarshi tekkanda ta'sir etuvchi samarali vosita, ya'ni kontashni. Sarf me'yori biz hozir buni 10 gram qildim. 10 gram chunki zarar yo'q, sababi biz hozir ifokalipos sepdim, u qoraytirib beradi. Balkim mana dalatayda foydasi. Qarang shuncha kasallikka. Endi yana nimamiz bor edi? Agrat Entalucho Indicolaprid 20%, shira, trips va boshqa zararkunlarga qarshi samarali vosita. Shira va trips. Mana bu ham o'sha dalatayga qo'shimcha aka-uka bo'lib davolab tashlaydi. Bizda nima ketyapti mana. Colorado qo'ng'izi, shira, trips, kandalalar, tut parvonasi, vizilda qo'ng'iz, g'avaklovchi pashsha, qalqondorlar, chigirtkalar va boshqa zararkunlarga qarshi qo'llanma tizimi ta'sir etadi. Hatto chigirtkani ham olar ekan. Shunchalar shilla qurtdi ham. Mana hurmatli o'rtoqlar, bizni shunaqangi bir hozir boy mamlakatda yashaymiz, kimgadir. Endi bu yerda smart fertlarning foydasi mana. Smart fertlarimiz xo'sh 21 umumiy organik modda, umumiy guman filix, umumiy azot, karbamid, amoniy azot, umumiy fosfor, umumiy oltin gugurt, umumiy suvga eruvchi rux, eng yuqori namlik. Ta'sir etish xususiyatlari. Ekinlarga azot va fosfor elementlari bo'lgan ehtiyojini qondiradi. O'g'it tarkibidagi fosfor elementi o'simlik tomonidan to'liq o'zlashtiriladi. Ya'ni tushundim. Smart fert
aqlli o'g'it degani o'sha mana bizni darag'imizga, shu makka jo'xorimizga, ne to'liq umuman o'simlik dunyosiga nima kerak bo'lsa tortib oladi. Salqin mahalda havo isib ketyapti, stressga bo'lmaydi, havo isiganda to'xtaydi. Havo isiganda o'zini sovutish, suv qabul qilish bilan ovora bo'ladi. Shunda smartfertimiz to'xtab turadi. Besperedel bas, ya'ni ogohlantirib ishlaydigan smartfert, aqlli o'g'itlar. Albatta mana kecha o'sha uzumchilik bayramida ham shu haqida ko'rsatuvlar berildi, ko'rildi. Ularga hamma joyda dehqonchilik madaniyatiga o'tyapti. Shuning uchun o'rtoqlar, bizda eng asosiy yurtimiz tinch, bizdan baxtli odam yo'q. Mana qo'llanmalar. Bitta o'zbekcha maza qilib dehqonchilik qilyapmiz. Men shunaqa videolarni chet elda kinolarida, chet el kanallarida ko'rardik. Mana o'zim shu ko'rsatuvlarda ovorib, kimdir manfaat topgandan xursandman. Mana kecha tadbirda ham juda ko'pchilik bizni podpischilar ekan, ashiralar ekan, ustoz deganda kayf qilasiz. Inson zoti borki, erkak ham ayol, kimdir sizni ko'rib ustoz desa bundan baxtli odam yo'q ekan, sizdan baxtli. Shunda xursand bo'lib ketasiz. Shuning uchun yurtimizga, mamlakatimizga ko'z tegmasin. Mana hozir ko'rasizlar, buni 20 litrni 1 soatlik bo'lsa men qancha baholab tashlayman. Plus buning ichida daraxtlarim bor. Ular ham mazza qilishadi. O'sha o'g'itlardan nima oladi va himoyalanadi. Mana shu intensiv boq qilinganda shuni o'rtasida bekor turmaylik mana. Chetdan bir 150 kilo, 200 kilo kartoshka oldik. Va o'rniga makka jo'xori ekdik. Suv bo'lsa bo'ldi. Bizning yerlarimiz, bizdan baxtli odam yo'q. Bizni yurtimizda, mamlakatimizda eng asosiysi birinchi boyligimiz yerlarimiz. Hosildor yerlar. Ikkinchi boyligimiz tinchligimiz. Yana boyligimiz quyoshimiz. Quyosh birinchi O'zbekistonni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganda ham normada. Shuni hisobiga bizni mevalarimiz shirin bo'ladi va men nima qilib qo'yibman? Ekib qo'ydim xolos. Texnikamda ariqda oldim, ekib qo'ydim. Bir marta kultivatsiya qildim. Hatto chopganim ham yo'q. Mana qarasizki, bilgan odamga dehqonchilikdan oson yo'q. Bilmagan odamga dehqonchilikdan qiyin yo'q. Sog' bo'linglar, endi mana hozir natijalarni, bog'larni ko'rib chiqamiz. Va bugun do'stim Bakirvoyda necha yillik bo'ladi? 50 yillikmi? 47 yillikmi? 45 yillik uchrashuv bo'ladi. Farg'ona fakulteti, ximiya fakultetini uchrashuvi bo'ladi. Shu do'stim Bakirjon bilan birga boramiz. Sababi biz Bakirjon bilan paxtadaligida men furgon Moskvishda ko'rgani borardim va 305 magnitofonda eshitardik. Mana shulardan kelgan bolalar bilan qizlarimiz, yigitlarimiz bilan ko'rishamiz. Chunki o'rtoqlarim menga ham o'rtoq. Как поняли прием? Yurgizamiz. Albatta, gaz.
Haqiqatda ham bizdan baxtli odam yo'q. Buni qarang, yangilik emas u, yangilik-ku, yangilikda qovun ekdik mana. Qovun xonadonimizda bo'lib turibdi mana. Bu bizdan baxtli odam yo'q, buni qarang mana. Pishib qolay deb shekilli mana qovun. Mana shuni ham o'sha agrotexnikalarni shu hovliga qilgan agrotexnikani qildik. Natijalari ko'rinib turibdi. Buni gap yeyish shart emas. Shunday ertalab turib yonimizda mana ayvonda uyimda ro'parasida shunday o'taman va qarayman, bir qarab qo'yaman. Bu qarang. Qovun. Haqiqiy qovun. Qovun bo'ya uyimizga keldi. Bizdan baxtli odam yo'q mana. O, ben beray debdimikin? Kim biladi, shuni bilib beringlarmi? Pishdimi yo'qmi? Ko'tini ko'ringlarchi mana. Ben berdimi yo'qmi? Kim professorlar bormi? Qovunchilar mana. Pishdimi yo'qmi? Uzalmay qarab turibmiz. Bu yonda bo'lsa mana onorlarimiz. Mana onorlar eng shirin onorlarimiz. Bularga endi qo'ldan kelgancha obработкаларni qilyapmiz. Buni ham qog'ozlaganmiz. Birato'la makkajo'xorning orasida mana nihollarimiz bor. Bular ham obработка bo'lyapti, shu plus. Mana shu hammasiga sababchi mana shu texnikamiz mana. Kultivatorimiz. Mana endi bu tomonga kechki bodring ekib qo'yibmiz mana. Makkajo'xori mana kechki makkajo'xori. Ana bu ham bo'lib bersa bizdan baxtli odam yo'q. Haqiqiy bizdan baxtli odam yo'q. Yerimiz bir jannat bo'lgan yerimiz. Mana qarang. Shu yosh qovoqni ekmadim. O'zi chiqdi mana qovoq kadi. Tekva bo'lib turibdi mevasi. Ekmaganman, o'zi chiqdi. Mana. Buni qarang. Obработкада shu daraxtlarimiz bo'ldi. Erta ana urug'i yo'q onorimiz gulladi. Endi hozir obработка qilib qo'ydim, ertaga ko'rsataman. Mana bularda ham ichiga ozgina hasharot ilashgan, ham obработка bo'ladi. Mana. Nok kivi nokimiz. Hana manzara shoptolimiz. Bu yonida anjurimiz ham bo'lib turibdi. Bu anjir. Anjir kimga kerak bo'lsa terib ketsin. Ana anjirlar. Tergani odam yo'q. Tarqatamiz. Mana anjir. Mana mazayu. Mana ansambl. Olma. Shoptol. Qarang endi. Olmalarimiz o'sha sovuqdiki mana. Sovuqda o'sha obработка qilganmiz, 77 bigoz vitaminlar stressdan saqlab mana bu tomondan reanimatsiya qilib mana yashab ketyapti. Bu qurt tushgan joyi mana. Saklopka qilib yashab ketyapti. Natijada biz bog'larimiz asta-asta ko'karyapti mana. Judalar ko'p. Mana shu olmani sinib qoldi deb xafa bo'lib sindirib o'tib ketdim, o'rib turgan. Bitta shoxi ilashib turibdi. Lekin olmasi pishyapti mana.
Qarang. Bu ham kurashyapti. Bir tomoni singan va bitta po'sti ushlab turibdi. Uzumlarimiz mana ertalabda issiq. Patirmani yesangiz mazza qilasiz. Ertalab ish boshlashdan oldin odam erinasiz, uyqusiraysiz, qandaydir og'ir turasiz. Bomdoddan keyin, duolardan keyin sal o'zingizga kelasiz, yana o'zingizga kelasiz. Ozgina harakat qilsangiz, sip-siveji yeb yengil bo'lib qolasiz. Qarang. Bu mo'jizalarni ko'rib, har kuni ko'rsatsam ham charchamayman. Buni qarang endi. Tagida olma bo'lib turibdi. Mana olma. Qarang. Qanday bir go'zal mamlakatimiz bor. Ustida uzum. Mana. Qayerdan ko'rib do'stlar, qanday yozib qo'yinglar fikrlaringizni. Chunki albatta bu YouTube shunaqa narsaki, qaysi videoda malades ko'p bo'lsa, fikrlar, xatlar ko'p kelsa, shuni ko'tarib qo'llab-quvvatlaysiz. Mana olmalarimiz yonida bo'lib turibdi. Bir yerlarimiz sehrgar yerlar, ana olmalar. Bu bor haqiqat ko'rsatish kerak. Buni qarang mana. Mana yerda uzum bo'lib turibdi. Albatta kechagi uzumchilik anjumanida kelgan, qayerdan ko'rib turgan bo'lsalaringiz, xat yozib qo'yinglar. Indamasdan, ko'ravermasdan. Mana olmalar. Albatta bular go'zal manzaralarimizni qarang. Rang kirib pishishga harakat. Rangi chiroyli bo'lsa pishgan bo'ladi. Bular nima qilib qo'yibmiz? Shu ekkanim ham yo'q hatto. Ko'p aytaman har videoda shu o'ti chiqqan, 5 tup, 6 tup qator urug'dan o'ti chiqqan. Bilmayman ekkanimni men. Onorni umuman yomoni bemazasi bo'lmaydi. Har qanday onorni yaxshi saqlasangiz, shirin bo'lib ketadi qishga borganda. Endi qarang, yonida persik. Mana. Bu ham turibdi mana. Chiroyli bo'lib. Endi buni yonida bo'lsa mana. Persik shoptoli mana. Qo'ymaydigan shoptolimiz. Bunga nima bo'lib turadi? Mana. Qattiq turadi, lekin shirin yeb ko'rsangiz. Albatta hozir yeb ko'rsatamiz buni ham. Bir mazza. Mana barchlar sog'lom. Zeb-zeloni mana shu sog'lom bo'lsa, bizdan baxtli odam yo'q mana. Uzumlarimizni qarang. Rizamat ota. Narigilar Qizil Husayni. Shohona deydi. Ular endi pishadi, sekin pishadi. Volgadon mana. Yaxshi ko'rinyaptimi? Fikrlaringizni yozib qo'yinglar albatta. Buni qarang. Yo'ziboy ko'ryapsizmi? Farida xola, Buxoro Peruza, Jizzax Umidjon, Turkiyada ham aka, Begavot Minavar xola, Toshkent, Mastura xola, Hamid Olimjon hoji ona Tojikistondan. Jami dunyo bo'yicha ko'rib turgan bütün do'stlarimizga yana bir bora ertalabda duo qilamiz, sog' salomat bo'lsin. Ularni qarang. Qaysi birini endi hammasini maqtanishga arziydi, sababi ozgina mehnat qilyapman, xolos, nima qilib qo'yibman. Mana. Qarang. Рядом анжиры. Вот. Сами смотрите. Прелесть deydimi? Восхитительный deydimi? Ay mazza.
Buni qarang. Anjir nimaga serhosil, ertaga kino qilamiz. Kutib turasizlar bir kun. Qarang. Kechki hosillarga mana kamerani uzmay bunday qaraymiz. Ting. Qaysi bir tomonga qarashga hayronman. Buni qarang. Voh, shoptolilar. Oq tulpor. Shoptolimiz. Ana. Buni qarang. Oq hidini bilinyaptimi sizlarga? Endi ardimagan bir chekkaga ekib qo'ygan noklarimiz mana. Xonadonimizda nokni bo'lishi juda ham katta baxt. Biz uchun, men uchun. Chunki ozgina mehnat yotadi. Yana Qirg'iz qandil degan olmani ko'p aytaman. Eng trenddagi olma bo'lgan. Mana bu ham kasalligi davolangan mana. Qarang. Yana ishni maqtangiz keladi. Kundan kun chiroy ochib boryapti. Albatta fikrlarni yozib qoldiringizlar. Bu yil natijalar xilla ko'rindi, qurt yo'q olmalarimizda. Shunday biz ham shunday olma yetishtirsak bo'lar ekan. Endi qarang. Voy. To'kilibdimi? Oh. Hozir buni idishga solib olib ketamiz. Mana krasota. Tamizki palchik uzumlarimiz. Qizil Husayni. Tomonda olmalar. Mana uzumlarimiz. Hammasi bo'lib yotibdi bir joyda. Endi manzarani qarang. Mana nokda o'tishni ko'rib bir ham xursand bo'laman. Buni qarang, sog'lom o'syapti. Mana buni ko'rib undan ham xursand bo'laman. Mana kivi nok. Qarang, nima qilib qo'yibman? Oldiga ekib qo'yibman, ozgina ichida shunaqa qilib maqtanib yuribman. Albatta barcha ko'rib turgan do'stlarimizning xonadonida shunday mevalar bo'lsin. Ko'chatlardan bor xolagan sort. Yana imkoniyatimiz domda o'tirganlar, balkonda o'tirganlar bitta bochkani olib chiqib xolasiz nok eking. Xolasiz uzum eking. Mana turkiyalik Adaham akamni timsolida ko'rdik. Bo'laverar ekan. Ozgina mehnat, turpoqni qanday qilib olib chiqamiz deb qanday paqirlab olib chiqasizda. Fer unumdor. Buni qarang. Mashina holda probaga ekdim. Tomiri ayva, behi ayva degan sensada, lekin o'rnashib qolsa bo'laverar ekan. Ha, bu yaxshi. Endi sherigi sal nimaroq bo'lib turibdi. Mana bu. Arki sarg'ayib turibdi. Mana, nok shunaqa narsa. Xohlasa o'rnashadi, bo'lmasa o'rnashmay ham qo'yaveradi.